Assalomu alaykum. Oyimiz va dadamiz bilan, do'stlarimiz va sizlar bilan shodon o'ynab kulamiz birga. Umar Xona, keling bizga qo'shiling, birga kuling. Bu ajoyib. Alhamdulillah, do'stlarni choylaymiz. Umar Xona. U chiroyli va osuda shahar edi. To maxluq hujumidan oldin. Piu. G'aroyib Ruby qo'li bilan lazer o'qlar otibdi. Biram kuchli. Men ham g'aroyib Rubidek kuchli bo'lishni xohlayman. T-Rex undan ham kuchli. Hamma yana yengil tin olibdi. Aka, qo'shilmay turing, dadamni eshityapman. Shunday qilib, hammasi yana nazorat ostida edi. Qo'y, Umar, qani, tortishmaylar. Lekin dada, Umar o'kirib qo'rqityapti. Umar, endi sekinroq o'yna. Lekin T-Rex bo'lishim uchun shunaqa o'kirishim kerak. Men g'aroyib Ruby haqida eshitmoqchiman. U meni T-Rexim bilan o'ynashga hech qachon teng kela olmaydi. Keling, nafas olaylik chuqur. Keling, dam olaylik o'tirib. Jahl chiqqan payt sabr qilsangiz, dilda g'ashlik ketadi o'tib. Bolalar, bemalol o'ynashingiz mumkin, lekin T-Rex sal sekinroq o'kirsa ham bo'ladi. Axir xana meni eshita olmayapti. Bo'pti, endi ortiqcha shovqin ko'tarmayman. Barakalla o'g'lim. Shunday qilib shaharda yana avvalgidek tinchlik o'rnatilibdi. Bu esa kuchli super qahramon g'aroyib Rubining sharofati bilan bo'pti. T-Rex undan kuchliroq. G'aroyib Rubi kuchliroq. Voy, T-Rexim. Nima qilding uni? Qaytarib bering. Qara, yomon o'yinchoq bu. Meni g'aroyib Rubim eng kuchlisi. Bilib qo'y, T-Rexim undan kuchliroq. Shunaqami? Unda ushlang-chi. Lazer o'qra. T-Rex olov purkaydi. Mana! Umar! Xona! Umar! Xona! Umar, Xona! Bo'ldi, bas qilinglar. Keling, nafas olaylik chuqur. Umarni o'zi boshladi. Keling, dam olaylik o'tirib. Xona T-Reximni sindirib qo'ydi. G'aroyib Ruby undan kuchli bo'lgani uchun o'zi sinib qoldi. Yo'q, meni T-Rexim kuchli edi. Bo'ldi. Ikkalangiz ham adashyapsiz. Chunki eng kuchlisi o'zimman. Bilasizlarmi? Jahli chiqqan paytda o'zini bosib sabr qilgan odam eng kuchli bo'ladi. Jahli chiqqanda sabr qilgan odammi? Jahlingiz chiqqan lahza his-tuyg'uga bermang erk. Sabr va toqat qilsangiz, hamma sizni kuchli der. Sizlar tortishib qolgan paytda darrov jahlim chiqishi mumkin edi, lekin men sabrli bo'lishga qaror qildim.
Chunki sabr qilsam, yanada kuchliroq bo'laman. Ha! Qoyil. Biz ham sizdek kuchli bo'lishni xohlaymiz, dadajon. Dada, Ha? qanday qilib kuchli bo'lishimiz mumkin? Qani suvdan ichingiz, qahru g'azablar ketsin, yomonlikni unuting, yaxshi murodga yetsin. Jahlingiz chiqqanlarda his tuyg'uga bermang sabr-u toqat qilsangiz, Hamma sizni kuchli der. Meni kechir, Xanna. siz ham kechiring. Shunday qilib, hamma yoqda tinchlik o'rnatilibdi. Uchta sabrli va kuchli super qahramon sharofat bilan yuz beribdi. Sabr-u toqat qo'lingiz, Jahlingiz chiqqan palla, shudir chinakam qudrat, buni bilsin har bola. Alhamdulillah. Assalomu alaykum. Salom do'stlar, buni hamma bilarmidi? Demak, eng kuchli odam bu. Jahli chiqqanda o'zini bosolgan odam ekan. Shunday ekan, jahlimiz chiqqan payt sabr qilishni Bu o'rganaylik. sizni kuchliroq qiladi. Alhamdulillah. Ushbu multfilm Porloq media buyurtmasiga ko'ra Registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi.